Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Hong Kong hökumət binası taqaldı. 13 iyun Amerika Ovozi xəbərdə bildirilishicha, Hong Kong hökuməti buyruq tushirib, bexatarlik sababidan hukumat markazida 2 kun xizmat to'xtatishni qaror qilganligini e'lon qildi. Hong Kong temir yo'l idorasi bugun atgan soat 5 da Jingyong vokzalining normal xizmat boshlaydiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq yarim soat o'tgandan keyin temir yo'lni remont qilish sababi bilan qatnash to'xtatganligini e'lon qildi. 12 iyun namoyishchilar bilan to'shqan yo'l va maydonlar 13 iyun tinchlangan. Namoyishchilar bilan saqchilar orasida to'qinishda oz deganda 72 kishi yorilinib, doktorxonaga elib berilgan bo'lib, 41 kishi doktorxonadan chiqqan. 19 kishining ahvoli muqimlashgan bo'lib, yana 10 kishining jiddiy davolanayotganligi bildirildi. Hong Kong televiziya idorasi shofirining beshiga yosh oqquzish bombasi tegib, qon ko'p chiqib ketish sababidan sezgusini yo'qotgan. Xabarda bildirilishicha, tunugun tushdan keyin Hong Kong bexatarlik ishlari komitetining muavin raisi Tunjin Shein namoyish haqida to'xtalib, saqchilarning namoyishchilar bilan to'qinish jarayonida yosh oqquzish bombasi, kauchuk suyuqligi qatorli qurollarni ishlatganligini, agar bu qurollar yaqin orliqdan ishlatilsa jon oladiganligini, saqchilarning xalq to'piga qaratib o'q chiqarganligini tushungili bo'lmaydiganligini bildirgan. Hong Kong doiralari televiziya bayonoti e'lon qilib, Jingyong rayonidagi xalq bilan saqchilarning to'qinishini namoyishchilarning yo'llarini qamal qilganligini bahona qilib, zo'ravonlik deb sifatlagan va agar talvalarcha zo'ravonlik harakati orqali maqsadga yetishni o'ylashning Hong Kongga ziyon elib keldiganligini bildirgan. Hong Kong muxbirlar jamiyati bayonot e'lon qilib, saqchilarning namoyishchilarni tozalash davomida muxbirlarning ziyoratini qo'pollik bilan rad qilganligini, 15 muxbir o'zining muxbir ekanligini isbotlab, xizmat kenishkisini ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq saqchilarning parvo qilmay muxbirlarni ittirib qo'g'laganligini, kuchlik nur bilan muxbirlarning sin va rasmga tortishiga to'sqinlik qilganligini oshkorildi. Yana bir tarafdan Hong Kongda namoyishchilarni bostirgan saqchilarning Sharq Turkistonda tarbiyalanganligi o'ttirg'a chiqdi. 13 iyun ijtimoiy uchur vositida tarqalgan ma'lumotlarda ma'lum bo'lishicha, tushdan burun Hong Kong namoyishchilarini vahshiyona bostirgan saqchilar asli Sharq Turkistonda tarbiyalanganligi aniqlandi. Bildirilishicha, Hong Kong terrorlikqa qarshi alohida qism saqchilari bu yil 1-oyda Sharq Turkistonda alohida mashqlantirish vazifasini o'rindab, har xil alohida ahvollarga qarshi tarbiyasini oxirlashtirib qaytib kelgan ekan. Bu uchur Hong Konglik to'rdoshlari orasida kuchlik g'ulg'uli qo'zg'ab, ular saqchilarga qarata Sharq Turkistonda qancha jazo lageri bor degandek savollarni o'ttirg'a qo'yib, kuchlik noroziligini ifodalashmoqda. Mike Gallagher Xitoy Kompartiyasini tarixning axlat sanduqiga tashlab etishimiz kerak dedi. Yaqinqi mezgillardan buyon Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi, Amerika Avam palata a'zolaridan James McGovern, Chris Smith, Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio qatorliq nufuzli arboblar Xitoyning Sharq Turkistondagi ig'ir bostirish siyosatini qattiq ayblab, bu vaqtda ko'plagan dokument va bayonotlarni e'lon qilib kelmoqda. Shu qatorda Amerika Avam palatasining a'zosi Mike Gallagher mo nutq so'zlab, Xitoyning Amerikaga tahdid bo'layotganligini alohida ta'kidladi. Mike Gallagher mazkur nutqini Amerika Avam palatasining rahbarlik guruhiga vakil bo'lib so'zlagan bo'lib, u so'zda ayni chog'da sobiq Sovet ittifoqi Amerika uchun eng cho'ng tahdid deb qaralgan bo'lsa, amdilikda Xitoy kommunist hokimiyatining Amerikaga tahdid paydo qilayotganligini alohida tilga olgan. U mundaq degan: ayni chog'da sobiq Sovet ittifoqi Amerikaning kuchini ojizlashtirgandala o'z kuchini saqlab qolg'ili bo'ladi deganga cheksiz ishongan. Bu uchurlar Amerika diplomati George Kennanning 1946-yildagi telegrammasida yozilgan bo'lib, u Sovet ittifoqini shu chog'dagi Amerikaning eng cho'ng tahdidi degan. Bugungi kunga kelganda biz o'xshash tahdidga uchrayapmiz. Tiananmen qirg'inchiligi yuz berganligiga 30 yil bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy Kommunist partiyasi davlat ichidagilarni qattiq bostirib, davlat sirtida zo'ravon pozitsiya tutib keldi va Amerika hukumat doiralarining xizmatiga to'sqinlik qilish urinishda bo'lib keldi. Sharq Turkistonni misolga olsak, Xitoy Kompartiyasining raisi Xi Jinping rayondagi milliondan ortiq Uyg'urni jazo lagerlariga qamab, ularni jismoniy jihatdan qiyin qistoqqa oldi. Hozirgacha bo'layotgan bu ishlar faqat o'chmanlikda bo'layotgan bo'lmasdan, balki yaqin kelgusida ko'z oldimizda yuz beradigan ishlarning bir kichik beshoratidir. Kommunist Xitoy rejimi sobiq Sovet ittifoqidek mag'lub bo'lmaslik uchun Sharq Turkiston orqali o'zining hokim mutlaq tuzumidagi saqchi davlatini mukammallashtirdi.
Mike Gallagher so'zda yana Amerikadagi Demokratlar partiyasining Xitoy Amerika hukumatiga ziyon yetkazmaydi deydigan sabiylarcha ideyasining butunlay xato ekanligi. Bu xil ideyadan baldurroq voz kechib, o'z davlatining manfaati uchun kurash qilish lozimligini bildirdi. U munolarni qayd qildi. Bizning masalamiz Xitoy davlati bilan emas, balki Xitoy Kommunist partiyasi bilan bo'layotidi. Amerikadagi har qanday bir qaror ikki partiyaning birlikka kelishi natijasida o'tirg'i chiqadi. Agar Amerikaning prezident saylamiga qatnashadigan Demokratlar partiyasining nomzodlari Xitoy Kommunist partiyasi bizning do'stligimizga tahdid shakllantirmaydi degan bo'lsa, biz buningdan cho'chishimiz kerak. Chunki Tiananmen qirg'inchiligi o'tib 30 yildan keyingi bugungi kunda biz bu xildagi ideyaning intayin ahmoqona va xatarlik ekanligini bilishimiz kerak edi. Biz cho'qim qaysar bo'lib, Xitoy Kommunist partiyasini nadin kelgan bo'lsa shu yerga ketkizib o'tishimiz, ya'ni tarixning axlat sanduqiga tashlab o'tishimiz kerak. Amerika-Xitoy savdo urushi izchil davomlashayotgan bir mezgilda Amerika hukumatining yuqorqidek nufuzli arboblari Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan tajovuzchiliklarni o'ttirg'a qo'yib, Xitoyga og'ir besim shakllantirmoqda. Amerika universitetlari bir qism Xitoy shirkatlari bilan aloqasini uzishga boshladi. Amerikadagi eng dongli oliy maktablardan bo'lgan Massachusetts Texnologiya instituti va boshqa bir qism oliy maktablarning Xitoydagi bir qism istixborot shirkatlari bilan bo'lgan hamkorlik munosabatini bir-birlab uzishi g'ulg'uli qo'zg'ashga boshladi. Chunki Xitoydagi bu shirkatlar birdek Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish bilan zich aloqasi bo'lgan guruhlar ekan. Reuters agentligining 12-iyundagi maqolasi ko'rsatishicha, Xitoydagi Keda shirkati mushularning biri bo'lib, Sharq Turkistondagi soqchi davlatida ko'plab qo'llanilayotgan ovoz tunish sistemasi dal mushu shirkatning xos mahsuloti ekan. Ularning bu jihatdagi ba'zi tadqiqot va tajriba xizmatlari Massachusetts Texnologiya institutida ishlangan bo'lib, Reuters agentligi bu haqda Keda shirkati bilan aloqalashganda, ular o'zlarining Sharq Turkistondagi bexatarlik xizmatlari bilan bo'lgan bog'lanishi haqida fikr qilishni rad qilgan. Hamda bizning tadqiqot hamkorligimiz bexatarlik masalasiga berib taqishadigan bo'lg'achqa, biz bu vaqtda so'z qila olmaymiz. Ammo sizga shuni aytamizki, biz taqlidiy aql orqali go'zal bir dunyo qurib chiqishni nishon qilganmiz degan. Ma'lum bo'lishicha, Keda shirkati tadqiq qilib yasab chiqqan ovoz tunish texnikasi Xitoydagi barliq jamoat xavfsizligi sistemasida jinoyatchilarni fosh qilish uchun ko'plab qo'llanilayotgan bo'lib, uning Sharq Turkistondagi lagerlar va tutqun harakatida cho'ng rol o'ynayotganligi olg'a surilib kelgan. Yaqinda bu shirkatning Amerikadagi bir qism oliy maktablarga yordam fondi taqdim qilish masalasi dal mushu sababdan buningga jiddiy muomala qilish cho'qonlarga sabab bo'lgan. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan savdo urushida Huawei qatorliq bir qism Xitoy shirkatlarini bexatarlik uchun tahdid deb jakarlagandan buyon Massachusetts Texnologiya instituti, Kaliforniya universitetining Berkeley sho'basi qatorliqlar o'zlarining Huawei, Zhongxin qatorliq bir qism danglik Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan munosabatini uzgan edi. Amdilikda ularning Keda shirkati bilan tadqiqot to'xtamini qandoq bir taraf qiladiganligi har qaysi taraflarning diqqatida bo'lmoqda ekan. Xitoy bilan Qirg'iziston munosabatini kuchaytirish haqida qo'shim bayonot e'lon qildi. Qirg'izistonda ziyorati bo'lgan Xitoy prezidenti Shi Jinping 13-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan qo'shim bayonot e'lon qilib, ikki tarafning har qaysi jihatlardagi strategik hamkorligini texmi yuqori pallaga elib chiqadiganligini bildirdi. Tangritog to'rining 13-iyundagi xabarda bildirilishicha, bu qitimli qo'shim bayonotda ikki taraf o'zaro hurmat qilish, o'zaro manfaat yetkazish asosida siyosiy, savdo, bexatarlik qatorliq ko'plagan jihatlardagi hamkorlikni texmi cho'nqurlashtiradiganligini bildirgan. Shuningdek, siyosiy jihatdagi ishonchning umumiy strategik munosabatlarning asosiy ekanligini alohida ta'kidlagan. Qo'shma bayonotdagi muhim nuqtalarning biri ikki taraf egilik huquqi, zamin butunligi, bexatarligi qatorliq yadroliq masalalarda bir-birini qo'llaydiganligini, uchinchi bir tarafning bu omillarga ziyon yetkazishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Shundaqla barliq shakldagi terrorlikqa, asabiylikka va uch xil kuchlarga qarshi turadiganligini, bularning ikki taraf uchun o'rtaq tahdid ekanligi olg'a surilgan. Qirg'iziston taraf bu jihatda alohida qilib, biz Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangda aminlik va taraqqiyot barpo qilish uchun ijro qilayotgan turli siyosatlarni qat'iy himoya qilamiz degan. Halbuki Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish va zo'r tutqun harakatida bir qism qirg'iz ziyolilarining va qirg'iz ommasining lagerlarga qamalganligi haqida ma'lumotlar o'ttirg'a chiqmoqda. Mushundaq ahvolda Qirg'izistonning bu masalalarni tilga olishning o'rniga Xitoy bilan birlikda bu xildagi qo'shim bayonotni e'lon qilishi bir qism yerlik kishilarni to'liq umidsizlantirgan. Analizchilar bo'lsa bu haqda fikr qilib, Qirg'izistonning bu harakatlari Xitoyning iqtisodiy yordami uchun qilinayotgan xushomatdan boshqa narsa emas. Qirg'izistondagi ojiz va kichik davlatning
buningdan boshqaga kuchi yetmaydi deyishmoqda. Xitoy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining raisini Sharq Turkistonga taklif qildi. Xitoy rejimining millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamashi xalqaro zo'r diqqat qo'zg'agandan keyin Xitoy rejimi bir qism ushoq davlatlarning diplomatlarini Urumchi, Qashqar va Xotan qatorliq joylardagi bir qism tarbiyalash markazlariga ekskursiyaga o'rinlashtirgan edi. 13-iyun kuni Xitoy rejimi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Bachelotni ekskursiyaga taklif qildi. Janubiy Xitoy atiganlik gazetasining 13-iyundagi xabarda aytilishicha, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq bosh elchisi Chen Shu Janvadagi muxbirlarni kutib olish yig'inida bu taklifni jakarlagan. Hamda rais Michel Bachelotni atalmish Shinjongdagi ma'arif orqali tarbiyalash markazlarining asabiylikni tugutishda qandoq yordami bo'lganligini o'z ko'zi bilan ko'rib ketishgan degan umidimiz. Chunki ko'z bilan ko'rganga ishonish eng oqilanliqdir degan. Ilgari Xitoy rejimi Birlashgan Millatlar Tashkiloti amaldorlarining ichki ishlarga aralashmaslik sharti bilan Sharq Turkistonga tekshirishga borsa bo'ladiganligini aytib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ilgari Chilening prezidenti bo'lgan Michel xonim 2018-yili avgustdan boshlab Zayd Husaynning o'rniga chiqqan hamda izchil turda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sharq Turkistondagi tutqun ahvolini tekshirishi lozimligini ta'kidlab kelgan ekan. Ammo u bu taklifga hozircha inkos qaytarmadi. Xitoy bilan Rossiyaning dollarni ojizlashtirishni plan qilganligi o'tirg'a qo'yildi. 13-iyun Dovi xabarlari to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy raisi Shi Jinping Rossiya ziyoratida Rossiya prezidenti Putinga birlashib dollarni ojizlashtirish planini o'tirg'a qo'ygan. Xabarda ikki davlat savdo munosabatida dollarga tayanmay, aksicha xalq puli va rubli qatorliq hisobot qilishni planlaganligi bildirilgan. Rossiya iqtisod analizida bildirilishicha, Shi Jinpingning bu plani faqat bir quruq xayol bo'lib, xeyli uzun bir mezgilgacha mumkin bo'lmaydigan bir ish ekan. Chunki hozir Rossiya cho'ng shirkatlarining Xitoy bilan bo'lgan savdo ishlarida 70% dan 85% gacha asosli dollar ishlatadigan. Bu shirkatlar dollarni asos qiladigan bo'lib, xalq puli ishlatishni yoki bankiga qo'yishni xohlamaydi ekan. Bularning asosli sababi bo'lsa, Xitoy garchi dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch bo'lsa-mu, biroq bu plan turaqliq iqtisodga tayanib ishga oshadigan bo'lib, Xitoydagi arzon odam kuchi soxta mollardan foydalanib o'ttirg'a chiqqan ko'pik iqtisod bilan ishga oshirish mumkin emas ekan. Yana biri Xitoydagi bir mustabid davlatda erkin iqtisodiy muhit bo'lmaganlikdan Xitoy tushining amalga oshishi mumkin emas ekan. Google shirkati Xitoydagi ishlab chiqarish liniyasini chet elga yo'tkadi. Amerika ovozi to'rining tunugungi xabarda ko'rsatilishicha, Google to'ri Amerika-Xitoy savdo urushining ta'siriga uchirmaslik uchun Xitoydagi qattiq detal ishlab chiqarish liniyasini chet elga yo'tkashga boshlagan. Iqtisod vaqt gazeti to'rining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Google shirkati Amerikada bozorga selinadigan mulozimatlar asosiy taxtisi qatorliq ko'p qism qattiq detal uskunalarining ishlab chiqarish liniyasini Xitoydan Tayvanga yo'tkagan bo'lib, Amerikaning yangi qaroriga asosan Xitoydan elinayotgan 25%lik tamojni bejidan qutulib qolishni maqsad qilgan. Amerika-Xitoy savdo urushining kuchayishiga ergishib, mahsulotlarini Xitoyda ishlab chiqarib, Amerika bozoriga soldigan bir qism shirkatlar ishlab chiqarish liniyasini Xitoydan yo'tkab ketishga boshlagan. Masalan, dangliq markalardan Nintendo, GoPro, Nest qatorliq shirkatlar ishlab chiqarish liniyasini Tayvan, Malayziya, Meksika va Sharq Janubiy Osiyo taraflariga yo'tkashga boshlagan. Tayvan Fushigan guruhi ifoda bildirib, agar Alma shirkati ishlab chiqarish liniyasini Xitoydan yo'tkamoqchi bo'lsa, Fushigan shirkatining tez sur'atda harakatga o'tib, Alma mahsulotlarini Xitoydan boshqa davlatlarda qo'rashtiradiganligini aytgan. Xabarda garchi Google shirkatining Xitoydagi mahsulot ishlab chiqarishi Alma shirkatiga yetmasa-mu, ammo Google shirkatining bu qarori Amerika-Xitoy savdo urushining texmo keng doiralik bo'lganligining bishorati bo'lishi mumkinligi bildirilmoqda. Xabarda yana bildirilishicha, Google shirkati Xitoyning Amerika shirkatlariga qarata besimini uzluksiz kuchaytirganligi sababli bu qarorni chiqargan bo'lishi mumkin ekan. Ammo Google bu vaqtda texi inkos bildirmagan. New York vaqt gazetining oldingi haftadagi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari Microsoft, Dell, Samsung qatorliq shirkatlar bilan suhbat o'tkazib, agar ularmi Trump hukumatining Xitoyni muhim texnikalar bilan ta'minlashni cheklash qaroriga moslashib bersa, ularning nihoyat og'ir oqibatlarga duchor bo'lganligi haqida tahdid solgan. Iqtisod vaqt gazetining dokladida bildirilishicha, garchi Google shirkati Amerika hukumatining cheklash qaroriga asosan Huawei shirkatini mulozimat bilan ta'minlashni to'xtatgan bo'lsa-mu,
Ammo ular Amerika Savdo ministrligining kechirim e'lon qilishi haqida izlanayotgan bo'lib, Huawei shirkatiga davomli mahsulot setib berishni umid qilgan. Türkiye parlament raisi Sharq Turkiston vakillari hay'atini qabul qildi. 13-iyun Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Sutuq Bo'raxon vaqfidan doktor Abduxoliq Uyg'ur, Ulamolar birligidan Abdul Ahad Uchatli, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatidan Hidoyatulloh O'g'izxon qatorliq 9 kishidan tashkillangan bir hay'at Türkiye parlament raisi professor doktor Mustafa Shantopni ishxonasida ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida parlament raisiga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati qisqacha tunishtirildi va xalqning kutgan umidi va talablari o'tirg'a qo'yildi. Shundaqla chet elda yashayotgan Sharq Turkiston xalqining muhim masalalari, jumladan asirga tushib qolgan ayollar va bolalar haqidagi talab va fikrlar raisga sunildi. Turpan shahri Oqqun Xitoylardan bir tumanga yaqin atalmış ixtisos egasi qabul qilgan. 11-iyun kuni Turpan shaharlik hukumat to'rida e'lon qilingan xabarda rayonga atalmış ixtisos egalarini qabul qilish haqida bir xabar berilgan. Xabar deyilishicha 2017-yildan buyon Turpan shahrining ma'arif, qonun va davolash sohalariga qabul qilingan odam 9892 nafar bo'lib, buning ichida Xitoyning Xunan o'lkasidan qabul qilingan odamlar 1000 nafardan ortiq bo'lgan. Xabarda yana yerlik hukumatning bu atalmış ixtisos egalarini rayonda tutib qilish uchun to'ralg'u uy, xizmat muhiti va boshqa har qaysi jihatlardagi farovonlik siyosatlarini kuchaytirganligi bayon qilingan. Bunun tipik misali Turpanga yangidan 830 yurish to'ralg'u bino solgan. Xitoy rejimi davomli holatda Sharq Turkistondagi Uyg'ur yoshlarini atalmış yezi 5-chi amgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga yo'tkab, o'xshash bir vaqtda Xitoy o'lkalaridan Xitoylarni Sharq Turkistonga yo'tkamoqda. Amdilikda Xitoy o'lkalaridan minglab tumanlab atalmış ixtisos egalari nomida Xitoylarni Sharq Turkistonga yo'tkishi diqqat qo'zg'amoqda. Kuzatuvchilarning bildirishicha, Xitoy rejimining bu qilmishi vatanimizdagi Uyg'ur nüfusini shalonglashtirib, Xitoy millatini rayonning asosli aholisiga aylantirish urinishining ro'shan ifodasi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.